Yandex Taksi'da bu sirni akalar ko'pchilik bilmaydi. Sababi 4.8 dan tushirgandan keyin 4.8 qilsang reytingini Comfort Plus, Comfort tarifini ochiladi deydi, lekin Comfort Plusga kirsanglar 6 oyga bloklanadi. Shuni video qilib chiqqan vaqtim ko'pchilik noto'g'ri fikr bildirdi. Xudo xohlasa akalar 4.70 bo'lsa ham, 4.60 bo'lsa ham o'zingizlari taksi parklariga ochib beramiz va taksi park kimga qiziq bo'lsa, hozirgi kunda 6.300 ga taksi park ochsa bo'ladi. Ish vaqtimiz Xudo xohlasa 13:40 da boshlandi. O'zbekistonda akalar eksperimenti yomoni, vaqt ketdi. Akrom gazini bosdi ekan. Brendni olib qo'yish uchun necha daqiqalar ketishini ko'rasizlar. 7 sekund, tashi 1 minut emas. Bu brendlar magnit brend. Davlat ishi va to'y hashamga borgan vaqtingiz olib qo'yasiz, liniyada yurgan paytingiz taqib yurasiz. Bu brendning nima foydasi bor deganlar uchun akalar haftasiga 825 ming so'mdan. Bu bir oyda salkam 4 million pul. Undan tashqari normal zakaz olasizlar. Bahosi 490 ming. Sizlarga shogirdlarimni tanishtiraman. Bu Og'abek. Assalomu alaykum akalar. Shu istoriyani ko'rib kelganlarga 100 ming so'm skidka qilib beramiz. Abdushi. Javohir. Akalar, men Magnet brend qilaman. Mana shu videoni istoriyani ko'rib kelganlarga 100 ming so'm skidka qilib beramiz. Abdushi. 100 ming emas, 150 qilib berasiz. 150. Brendga. Akalar, mana real 490 ming sotayotgan brendimizni 350 ming so'm Yandex uchun mana shu istoriyani ko'rganlar uchun. Blokka 290 ming bo'lsa 150 ming so'm qilib beradi. Faqat akalar vaqtini qolgan shogirdlarimiz endi yuzini ko'rsata olmaymiz. Ular Xudo xohlasa sal uyalishadi. Yangiliklar bor, kuzatib boringlar. 2023-yil shu ishni boshlagan bo'lsak, har bitta inson bitta yig'ilgan bizga. Nasib bo'lsa bu bolalar ham Xudo xohlasa bizga bironta ishchi kelmaydi. Shogirdlarim, ukalarim Xudo xohlasa qo'llab-quvvatlab tursanglar, bizni boshimiz osmonga yetadi. Har biringlarga katta rahmat, qo'limiz ko'ksimizda. Xudo xohlasa hammalarni kutib qolamiz. O'zbekistonda akalar tabriklasanglar bo'ladi. Endi Elite, Minivan va haydovchi degan programma chiqqan va Yandex o'zi originali deb video chiqarish foydasi yo'q. Hozircha bu narsalar yonyapti, lekin bu tarifga zakaz yo'q. Xudo xohlasa yaqin orada yangilik bo'lib qoladi. Sizning fikringiz qanday? Mana bu minivan bilan haydovchini qo'shsa Yandex rivojlanadimi? Hozir akamizni 6 oylik blok Comfort Plus elektrolarini yoqib berdik. Qo'shimchasiga Premier bilan biznesni ham qo'shib yubordik. Narxlar Comfort Plus narxi 290 ming, kommentga plus qoldirib like bosganlar uchun 190 ming. Biznes Premier narxi отдельно bo'ladi. 590 ming plus qoldirib like bosganlar uchun 490 ming. Bu xizmatlarimizni O'zbekiston, Rossiya bo'ylab onlayn qilib beramiz. Xohlovchilar uchun o'rgatib ham qo'yamiz. Xayrli bo'lsin. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, yoqmagan bo'lsa nima uchun yoqmaganini kommentariyada yozing. Biz xizmatda. Abdushi. Assalomu alaykum hammaga akalar, ko'rishinglar mumkin. Akamizni Premier tariflari bloklangan. Xudo xohlasa mana 6 oylik blok. Nasib bo'lsa 17 16. Xo'sh, Taxi Park Elegant Pro xudo xohlasa bitta obnovleniya qilganimizdan keyin ishni boshladik. Akalar ko'rishinglar mumkin. Xudo xohlasa ishimiz yakunlandi. Xudo xohlasa akamizning o'zlarining taksi parklari kimga shu xizmatlar qiziq bo'lsa akalar, bu xizmatlarimizni o'rgatish imkoniyatimiz ham bor. O'zbekiston va Rossiya bo'ylab foydalansanglar bo'ladi. O'zingizlar shofyorlarga bu xizmatlarni qilib bersanglar, shofyorlar uverenni ishda davom etadi. Ishonch bilan bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Raqamlarimiz mana shu raqamlar. Xudo xohlasa manzil Chilonzorda hammalarni kutib qolamiz. Dükkanımın logotipini indi şehir köçelerinde avtomobilime yapıştırıp yürüyüm bratla yine. Magnitli logotip yapıştırdı o nerse aldırdım Taşkent'te. Kime gerekiyorsa Xorazm'dakiler bize arkalam zakaz etip aldırsanız da boladı. Eğer başka vilayetten bolsanız da peste profillerini atmayıp ketip koyaman. Bemalol zakaz etip maşınlarınıza yapıştırıp yürüseniz de boladı. Aynıksa Yandex'te Valbers taksilede hizmet gösteren ağalarımıza zor nerse oldu. Bu magnit logotipini zor tamanı maşınınızı umman kırmıydı. Karan gerekmiydi o vaxtda yetip aptaşı verəsiniz. Magnitli boladı. Halayınızı yapıştırsanız da boladı yine. Halasanız kapotana yapıştırıp koyasınız. Halasanız eşkine yapıştırıp koyasınız. Zor nerse kime gerekiyorsa pesteki numarlara sroşli zakaz etinle özünüzün logotiplerinizi maşınınıza indi bemalol yapıştırıp yürüseniz de boladı. Savol bor. Qo'limda men uchun qadrli O'zbekiston davlat gerbi turibdi, magnitdan qilingan. Savol: buni men mashinamga taqib yursam, yo'l patrul xizmatlari qo'shimcha jihoz yoki qanaqadir qoidani buzgansan deb
Mani jarimaga tortmaydimi? Bilgan inson xolis yozinglar. O'zi buni qilishdan maqsad nima? UZB nomerlarimizni yon tarafida tilladan, kumushdan qilingan narsaga havasim ketib qildim. Xohlovchilar uchun akalar, nasib bo'lsa buni tillasidan ham qilib ko'rsataman, kumushdan ham qilib ko'rsataman. Bu narsamiz magnitni, xohlasanglar mashinani eshigini oldiga, xohlasanglar kapotiga, xohlasanglar yon taraflariga qo'yib yursanglar bo'ladi. Xayrli bo'lsin, izohlarda fikringizni yozinglar. Biz xizmatda chin dildan. Yandex Taksi'da Magnit brend bilan eng ko'p duch keladigan narsamiz mana shu narsa bo'ladi. Akalar, yozuvini nakleyka qilinglar deb sizlardan ko'pchilikdan iltimos qilamiz. Nizashto bizni ham obro'yimiz to'kiladi, sababi Magnit brend olgandim o'tmayapti deyishadi ko'pchilik. Mana shu narsani nakleyka qilsanglar, xudo xohlasa bittada o'tadi. Endi buni yopishtirib yursak nima foydasi bor deysizlarmi? Keyingi safar ham bemalol o'tadi. Zarur holat bo'lsa, shilib tashlasanglar, kelsanglar biz yana qayta yopishtirib berish imkoniyatimiz bor. Mana bu katta narsalar hammasi magnit bo'ladi. To'y hashamga borgan payt olib qo'yasizlar, liniyada yurgan faqatgina mana shu nakleyka turishi kerak. Biz xizmatda manfaatli bo'lgan bo'lsa, mana shu informatsiya like bossanglar, bizni boshimiz osmonga yetadi. Abdush. Magnit brendni sekretini skoch orqali ochib beraman. Ko'pchilik akalarimiz bittasini tepa, bittasini past qilishadi, brend o'tmayapti deb norozi bo'lishadi. Akalar, skochni olasizlar. Mana bitta liniya, mana shu g'ni boshdan boshlab qorasizlar. Mana bunday. Birinchisini terasizlar, ikkinchisini ham shunday olasizlar-da. Mana shuni tagiga qo'yib chiqasizlar. Terib bo'lganingizdan keyin mana shuni shunday olib qo'yasizlar. Akalar, bu brendlarimizni O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston. Akalar, hamkorlikka chorlayman. Agarda siz taksi parkingiz bo'lsa, komfortdan juda ko'pchilik bloklanib qolgan. Reytingi pasayib ketib, shopirlar juda qiynalishyapti. Bularni ham o'rgatib qo'yamiz. Manzil Chilonzorda 3 yildan beri shu xalqimiz xizmatidamiz akalar. Bu magnit brendlarimizni 690 ming sotdik. Akalar, kommentariyaga plus qoldirib, videoga like bosganlar uchun 490 ming so'm. o'n 17:00 da ishimiz yakunlandi. Super taksi 469 reyting, komfort tarifi ochildi. Taksi parki bor jigarlarim. Vaziyatdan maksimal foydalana olinglar. Sababi taksi jigarlarimiz ko'pchiligi ketib qolyapti. Sababi sizni taksi 17:04 da ishimiz yakunlandi. Ko'rishingiz mumkin. Komfort tarifi ochildi. 469 reyting, hech qanaqa dokument o'zgartirilmaydi. Taksi parki bor jigarlarim, bu imkoniyatdan maksimal foydalaninglar. Sababi shofyorlar taksi parkka telefon qilgan payti bu ishni qilmaymiz deydi. Akalar, Yandex o'zi imkoniyat bergan. Shofyorlar o'qitinglar, komfort ochiladi. Yana 2-3 ta narsa qilinglar, reytingni 5 qilish imkoniyatini bergan. Buni O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya bo'ylab o'rgatish imkoniyati bor. Mana shu raqamda WhatsApp'im bor, telefon qiling, hamkorlikdan xursand bo'lamiz. Abdushi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, poddeshka qilsangiz bizni boshimiz osmonga yetadi. Magnit brendi akalar sekretini ochaman. Nima uchun ko'pchilik bu brendni o'tkaza olmaydi? Akalar, hozir birinchi safar siz fotokontrolga tashlayotgan vaqtingiz mana shuni misol uchun monetga yopishtirib o'tkazdingizmi? Mana qarang, bittasi tepa, bittasi past. Keyingi safar ham agar shu joyga tushmasa, brend o'tmaydi. Sababi birinchi safar tashlaganingizda Yandex o'ziga screenshot qilib qo'yadi. Shuning uchun akalar, liniyada yurganda taqib yurish sharti bilan biz sizga magnit brend qilib beramiz. Davlat ishida yurgan paytingiz, Quda Andaga borgan paytingiz bu brendlarni olib qo'yasiz. Liniyaga chiqqan paytingiz обязательно sharti bilan taqib yurasiz, biz sotamiz sizga. Narxi 490 ming so'm qilib beryapmiz, xudo xohlasa. Ko'rishingiz mumkin, akamizga brendlarimiz bittada o'tdi. Ya'ni bu brendlarimiz qanday brendlar? Xohlagan paytda, ya'ni to'y hashamga boradiganda liniyadan tashqari holatda brendimizni olib qaytadan qo'ysa bo'ladi. Nima hammasi. Ko'pchilik magnit brendi bittasini past, bittasini tepa qilib qo'yadi. Skotchni olasizlar. Mana shu g'ni o'zidan ustidan tortasizlar-da, mana chetgacha olib kelasizlar. Skotchni tagiga terib chiqasizlar, bittada shunday chiroyli qilib o'tkazasizlar. Bu brendda nima foydasi bor? Akalar, Toshkentda hozirgi kunda 210 ta zakazga 750 ming so'm bonus. Undan tashqari pik vaqtida chekkaga otib yormaydi, probkada o'zini reklama qilish maqsadida sizni ushab turadi. Yandex taksida ko'proq pul ishlashni xohlagan jigarlarga jo'natib qo'yinglar, video manfaatli bo'lsa. Yoqqan bo'lsa like bilan poddeshka qilinglar.
mana shu brendlari hammasini sizni logotifingizni ham qilib beramiz. Bu Magnit brend. Haterlar yozadi, misol uchun Magnit brend topayotgan bonusing harom deyotganlar uchun akalar, mana bunisi nakleyka. Endi liniyada yurganda taqib yuriladi. Biz xizmatda. Manzil Chilonzorda. O'zbekiston bo'ylab bu brendlarimizni yetkazib beramiz. Obuna bo'lsanglar, like bossanglar, narxidan chiroyli skidka qilib beramiz. Kommentariyaga plus qoldiring, narxlar haqida ma'lumot beriladi.